Ikkala trak bozori o'layotganini, trak biznesi o'lib, ish tugab, уже tamom bo'layotganini tashlab ko'rsam, isboti bor. Mana akalar ish yo'qligidan bilmayman, u yoqda karta o'ynayaptilarmi, domino o'ynayaptilarmi. Shuning uchun trakka chiqmanglar, trakda ish yo'q. O'sha hamma ish boshqa joyda. Shu boshqa ishlarda ish bo'lyapti, zo'r pul topyapsizlar. Trakda ish yo'q. Eng minna trakda ish yo'q. Boshqa hamma ish zo'r. Tak, Amerikaga kelmanglar. O'sha Amerikadan ketish kerak. Tak, yana nimada ishda odamlarning ko'ngli o'ziga joyiga tushsin. Shu trakka chiqa olmaganlar, ko'ngillar joyiga tushishi uchun. To'g'ri aytyapsizlar, trak o'lyapti. Traktor ish qolmayapti. Mana videoni ko'rsatdim sizlarga.